oyligimizni oshiring. Kamollikka ishlamaymiz. Oyliklar oshsin. Peshonasiga oliy ma'lumotli deb yozib qo'yganiga o'layman. Yaxshi. Ikkita oddiygina hatto cho'chqalar ham biladigan savol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, oyligingizni oshiraman. Agar to'g'ri javob bera olmasak-chi? Peshonangdagi yozuvni o'chirasan. Instagramda jonli efir qilib, men cho'chqaman deb yozasan. Roziman. 3 karra 4 nechi? 12. 3000 karra 4000 nechi? 12000. 3000 karra 4000 barobar 12 million. Voy. Bu hisobga kirmaydi. Boshqatdan boshlaymiz. Men tayyor emasdim. Ha. Yaxshi. Unda diqqat bilan eshit. Tayyorman. Daraxtda 7 ta maymun, pastda bitta maymun. Jamida nechta maymun? Jamida shoshma. Gaplashib olishimiz kerak. Savolda tuzoq bor. Tuzoq deysanmi? Ha, bolalar kanalida ko'rgandim. Agar 8 ta deb javob bersang, xato deydi. Tepada 7 ta laqabli maymun va pastda bitta maymun, jami 2 ta deb javob beradi. Agar 2 ta deb javob bersang ham tepada 7 ta, pastda bitta, jami 8 ta deb javob berishi mumkin. Qaysi birini aytsang ham yutqazamiz. Voy mug'ombir. Qarab tur, hozir boblayman. Shartlarga o'zgartirish kiritamiz. Oyligimizni oshirishdan tashqari meni hisobchi qilib ishga olasiz. Agar noto'g'ri javob bersang-chi? Tekinga ishlab beramiz. 1 yil tekinga idish-tovoq yuvamiz. Bo'pti, roziman. Demak, javob bunday. Daraxtda 7 dona maymun va pastda 1 dona maymun bo'lsa, javob 8 ta. Daraxtda 7 ta laqabli maymun va pastda 1 dona maymun bo'lsa, javobimiz 2 ta. Bo'pladimi, qizlar? Ha, barakalla. Noto'g'ri. Jami. Hoppa. Senda nechta maymun bor? Menda maymun yo'q.